Assalomu alaykum azizlar. Endi biroz og'riqliroq taraflaridan sizlarga tarixni o'rtoqlashmoqchiman. Hali Mas'ud katedralni hovlisini ko'rsatgan edim. O'zi masjid. Qurtuba masjidini hovlisi. Endi masjidning ichiga kiramiz va masjidni qurilish san'ati orqamda ko'ryapsizlar. Madina esligiga tushyaptimi? O'sha paytdagi musulmonlarning qurilish san'ati. Bu masjid juda ham katta me'moriy san'at hisoblanadi, lekin o'sha 13-14-15 asrlarda bu joylar katolik cherkovini ya'ni radikal harakati bilan bosib olingan va ichkari tamomiyla but, rasm, mana shunaqa narsalarga to'ldirilgan. Masjidning haybatini qaranglar. Masjid juda ham katta. Masjid sizlarga hozir bilganlarimcha ko'rsataman. Ichkarida mana bu masjidning ustunlari hammasi bo'tlar namoz o'qilgan joylar bo'lgan. Qibla mana shu tomon, mana shu tomon qibla. Oxiri mehrobga ham boramiz. Mehrobni ham ko'rsataman nima ahvolga solishgan. Mana bu narsalar xristianlarni madaniyatida Injildan olingan mavzularda yasalgan bizni tilimiz bilan ularni tilida sag'analar, ya'ni Pasxa kunlari mana tagida g'ildiraga turib ko'ryapsizlar. Pasxa kunlari bayram qilganda bular mana shuni olib chiqishib, butun xalqning orasidan haydab o'tishadi. Ko'tarib yurishadi ashlar. Har bitta simbol, har bitta ko'rinish nimanidir ifoda qiladi. Mana bu haykalda ularni e'tiqodida to'g'ridagi Iso alayhissalom, bu yoqdagi Maryam onamiz xuddi go'yo bolasini o'limidan iztirob chekyapti. Bunisi Yahyo bo'lsa kerak, agar adashmasam. Bularning e'tiqodida shunaqa. Masjidning qurilishi me'moriy jihatdan o'ta buyuk did bilan, o'ta ulug' o'sha davrning taraqqiyoti bilan qurilgan. Hozirgi kunda ham bunaqa darajada qurib bo'lmayapti endi. Endi quradi odamlar, hozir sharoit imkoniyat bor deydi, lekin bu darajada kuchli simmetrik qurilish yo'q. Harakat qilishgan islomiy belgilarni yo'qotishlikka, imkon qadar islomiy belgilarni yo'qotib, o'rniga o'zlarini katolik cherkoviga oid narsalarni tiqishtirishga harakat qilishgan. Mana o'sha davrdagi mehroblardan bittasi. O'zi bundoq qaraladi mehrobga, bu yog'i havo tushib turibdi. Qaranglar. O tepadagi yozuvlarni o'chirishga harakat qilishgan, lekin turibdi o'rtada. Ba'zi yozuvlar. Cherkov bitta ibodatxonaga aylantirishgan, aytganimdek, ibodatxonaning markazi, Kordobadagi ibodatxonalarning markazi. Mana bu holat ham meni e'tiborimni tortdi. Qarang. Haykal to'g'ri, bu haykal, lekin nimani ifoda qiladi? Bu nasroniylarning e'tiqodida Maryam, Isoning onasi Maryamni ifoda qiladi. Maryam onamizga hanjar sanchilmagan-ku desa, yo'q. Injilda, Luqoda sening qalbingga hanjar sanchiladi degan ibora bor ekan. O'sha iborani ifodalash uchun qilingan ekan. Bu hanjar sanchiladi degani o'g'lingni o'ldirishadi degan ma'noda ekanda. Ustidagi qizg'ishroq kiyimi bu ham muhabbatni, ham alamni bildirar ekan. O'sha ma'noda. Tepasidagi halqa muqaddasligini bildiradi. Ustidagi yashil bu poklikni, Maryamning iffatini bildiradi degan ifodasi bor ekan. Mana shunaqangi ramziy narsalarni tiqib tashlashgan ichkariga. Bular uchun keyinchalik bo'rttirib ishlangan, lekin asl madaniyat mana bu musulmonlarning madaniyati, musulmonlarni qurgan
uslubi. Qur'on o'qilardi bu joyda. Ilm, fan, taraqqiyot gaplashilardi. Qur'on o'qib beraymi, nima deysizlar? To'g'rimizda mehrot. To'g'rimizda mehrot. Bular mana kitoblarni ko'rsatib qo'yibdi. Kitoblarni ham yillarni yozgan. Misal Romano Madrid 1776. 18-asrdagi qo'lyozma bo'yicha. Bu ham 18, bu ham 18-asr. Mehroblar bu yoqda shunaqangi eski binodan qolgan antikvarlarni qo'yib qo'yishgan. Qur'on o'qib beraymi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. Endi mana eski o'sha holati qarang, harakat qilishgan yo'qotishlikka, harakat qilishgan bo'yab yo'q qilishlikka asl devorning ahvoli mana. Lekin baribir nimalardir qolgan. Baribir
nimalardir qolgan. Xullas, bir tomondan yuragini siqadi, bir tomondan tariximizni eslatadi. Ajdodlarimiz musulmon madaniyatiga mahkam yopishganlarida nimalar insho qilishgan, nimalarni uddalashgan, musulmon madaniyatidan uzoqlashgandan keyin nimalarga, nima ahvollarga tushishgan, o'sha narsalarni ifoda qiladi. Endi bu yoqda mana mehroblarni shunaqa narsaga aylantirib qo'yishgan. Ibodat huquqida. Bu ham bitta mehrob. Lekin buni shunaqa narsaga aylantirishgan. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Qaranglar, nima qilishgan. Bu ham ibodatxonasi. Ibodatxonasi mana bular. O'tirib olib hammasi nimalarnidir o'ylashyapti, nimalarni ibodat qilishyapti. Hammani endi shu o'rgangani, bilgani. Atrof qaranglar, qanaqa ishlagan bular. Ustiga ishlashgan. Yevropa madaniyatida eng ya'ni ko'hna va eng katta masjidlardan, eng katta ibodatxonalardan va islom madaniyati va xristian madaniyatini uyg'unlashtirgan deb ifoda qilishadi. Yuqorisini qaranglar. Yuqorida ham shunaqangi haykallarni qilishgan, qo'llaridan kelgancha. Bular turibdi, nimanidir aytyapti. Git. Men bo'lsam o'zimga o'zim git. Bilganimni o'zimga aytib, o'zimni xursand qilib yuribman. Kan je heel goed zien Acaba yetadi, waar de moskee Ja, stond. ko'chada baqirib yuribman, o'zim maza qilib. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Hozir qo'yib bersa, hozir ham aytib boraman bittaman. Azon. Aytaymi, nima deysizlar? Aytamiz azonni. Inshaalloh robbil alamin. Kelib azon aytamiz debdi. Bu joyda masjid bo'ladi. Masjid yana o'zini asliga qaytar. Bu yerlarga gilam yo'yamiz. Qaranglar, qanaqa qilgan. Orqamga qaranglar. Qanaqa qilgan. Bir xilmi? Simmetriyani qaranglar. O'rnimdan to'g'ri aylanaman. Orqamga qarasalar, yana shunaqa simmetriya bo'lib qoladi. Well, yeah, sure. Hop. Masjidning ichini ham ko'rsatdim qo'limdan kelganicha. Bu masjidni mana yuqorida aytdik. Harakat qilishgan, islom simbollarini yo'qotishgan, lekin hammasini yo'qotisha olmagan. Hozir men o'qigan tarixda la g'oliba illalloh degan belgi bor. Ispaniyada, Andalusiyada, masjidlarda degan bor edi. Men bu yerda qatta bilmayman lekin. Qidirdim, topolmadim. Bu 3-4 joyda shahidallohu annahu la ilaha illahu oyatini ko'rdim. La g'oliba illalloh simboli uchramadi. Endi qattaligini qidirib ko'ramiz, uchrab qolsa, buni ham sizlarga ko'rsataman. Barchalarga tashakkur. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.
Dunyoni ahvoli shuda. Ming rivojlansin, ming cho'qqiga ketsin, albatta buni inqirozi bo'ladi. Inqiroz dunyoni tabiati. O'shuning uchun oxiratda obod qilaverish kerak. Dunyoda ham qoldirishimiz kerak, o'sha savob, samara ma'nosida. Dunyo ham bir dona xurmo daraxtini ekayotgan bo'lsang, qiyomat bo'lib qolsa, daraxt ekib qo'ydiganlar yo'q, o'sha obod qilish ma'nosida. Dunyoga ham shunaqa masala bilan qarash kerak. Lekin asl bizning manzil oxirat. Allohim ya Rabb. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yana jonli muloqotlarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.